qavatli ichida ham shunaqa turadigan kaket ketganmiz. Buning uchun birinchi oldini chiqarib oldim. Oldini tikkandan keyin birinchi yelkani oldi tomonini ulab olyapman. Yelka chokka oldiroq o'tadi. Shuning uchun oq o'yinisi kattaroq olingan. Mana tikib oldim. Endi orqasini mana bunga qaratib, buni orqani oldi tomonga qaratib, xuddi shu shaklda tikib olamiz. Orqasida tikib olsak ham bo'ladi. Mana shu holatda tikib olsak ham bo'ladi. Buni nimaga tikmadik? Chunki nima bo'ladi? Stolga qo'yib ketaman. Shuning uchun buni tortib tikib olamiz. Cho'zmasdan bir-biriga keltirib tikamiz. Bunlarni keltirib chiroyli tekstil olamiz. Keyin endi orqasini tikib olamiz. Buni birlashtiramiz birinchi. Shu chotini bildirmay tiksa bo'ladi, hozir ko'rsataman. Bu orqa tomondagi ko'rinishi, bu orqa tomondagi ko'rinish bo'lganligi uchun orqa tomonni qo'yamiz. Instagramdagi teskari tikib qo'yganlardan bo'lmaydi o'shanda. O'rtasiga kelish kerak. Tugatamiz. Mana o'rtasini o'rtasidan boshlab ketaveramiz. Chokni tortib qo'ymasdan mana shu holatda ichiga buklab ketaveramiz. Qolgan yarmini ham xuddi shunday qilib tikib olamiz. Chokimiz bitta tekisda ketishi kerak, chunki ko'rinib qanaqa chok, qanaqa chevarlilarning shundan bilinib turadi. Tekis kimsalarning teshib chiroyli chiqmaydi. Buni ko'rishlaring mumkin. Bu dazmolsiz holat. Hozir yana bitta chok beraman, strochka chok. Mana strochka chokini ham berib oldik. Endi mana ko'rishlaring mumkin, ish sifatini oshiradi bu narsa. Mana teskari tomoni, bunisi, bu o'ng tomoni, bunisi teskari tomoni. Mana holatda juda ham ideal, chiroyli, orqasiga oldi, juda ham chiroyli holatda chiqdi. Mana yelkalarni ham ko'rishlaring mumkin. Mana overlossiz tikildi mana shu yerda. Mana shu qismini aynan overlossiz qilib, chokini ko'rsatmasdan ikki chok qilib tikib yubordik. Boya aytib o'tganimdek, orqasini katta o'yganim sababi mana bundoq chokka, yelka chokka oldiroq o'tib turadi. Shunda juda ham qulay bo'ladi. Aslida muskul ko'ylaklarda qo'llaniladi bu narsa. Bu jenskida ham juda chiroyli turadi. Men bitta xato qildim. Sizlardan so'rab qolardim, bunaqa qilmasligini. Endi mana buni kattaroq qo'yishim kerak edi. Ozgina kichkinaroq qo'ydim. Lekin buni razmeriga to'g'ri kelib turganligi uchun ozgina pastroqdan qilib tikib yuboraman. Bilinmaydi. Hech qanday nimasiga, razmeriga ziyon kelmaydi. Xuddi mana shu holatda ikkala tomonni ham tikib olamiz.